Payg'ambarimiz alayhissalom o'zi bir marta haj qilganlar. Hajjatul vado deydi. U xayrlashuv haji deydi. Chunki Rasulimiz alayhissalom mana shu hajda mau'iza qilganlar va bu mau'izalarini sahobalar vasiyat deb qabul qilganlar. Chunki Rasulimiz alayhissalom mana gapimga quloq solinglar, keyingi yilda men bu joyda turamanmi, turmaymanmi bilmayman deganlar. O'zlari olamdan o'tishiga ishora berganlar. Sahobalar yig'laganlar eshitib. Ana o'shunda Hajjatul Vadoda Rasulimiz alayhissalom bir gapni aytgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vidolashuv hajida Qurbonlik kuni Minoda qilgan xutbalarda shunday dedilar: Inna dima'akum va amwalakum va a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Ala hal ballagtu. Ya'ni Rasulimizning gaplari azizlar. Vido hajida turib o'sha butun hojilarga qarata aytibdi. 124 ming yoki 144 ming sahoba bo'lgan deydi o'sha paytda. Ikki xil rivoyat. Aytibdilarki, albatta sizlarni qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz xuddi mana shu kuningiz, mana shu oyingizning va mana shu shahringizni hurmati, muqaddasligi kabi bir-biringiz uchun haromdir deyapti. Qarang, birortamizni qonimizni to'kishlik, birortasini molini nohaqdan yeyishlik, u firibgarlik yo'li bilan yeydimi, poraxo'rlik yo'li bilan yeydimi, tarozidan urib yeydimi, aldab yeydimi, zulm qilib yeydimi, harom. Qiyomatda javob beradi. Jinoyat bu, shar'iy jinoyat. Shu gapni aytib turib, ala dedilar. Ogoh bo'ling. Hal ballagtu, sizlarga yetkizdimmi shuni dedilar sahobalarga qarab. Sahobalar yetkizdingiz ya Rasululloh dedilar. Allohumma shahad dedilar. Allohim o'zing guvohsan dedilar. O'zing guvohsan dedilar. Va yana aytdilarki, mana shu aytganimni bugun eshitganlar o'zidan keyingilarga yetkizib qo'ysin dedilar. Qiyomatgacha bizga mana shu gap omonat azizlar. Buni har yili Arafotda aytib beramiz. Rasulimiz alayhissalom xutbasini o'qib beramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar deb hojilarga. Va bugun yana qayta siz azizlarga ham yetkizyapmiz. Ha, musulmonni qonini to'kish harom. Musulmonni molini nohaqdan yeyish harom. Musulmonni obro'sini to'kish harom. Biz harom deganda faqatgina qon to'kishni ba'zan tushunib qolamiz. Ba'zan o'g'rilikni tushunib qolamiz. Bundan parhez qilishimiz mumkin. Yo'q, men nohaqdan birovning haqqini yemayman deb halol mehnat qilish mumkin. Birovning qonini to'kmayman deb o'zini ehtiyot qilib Allohdan so'rab muhofaza qilish mumkin. Lekin boshqani obro'sini to'kib qo'yishlik. Qanday qilib obro'sini to'kadi? Bitta g'iybat bilan, bitta ig'vo bilan. Nima manfaat topadi? Holbuki qiyomatda Alloh taolo buni so'rab olar ekan azizlar. Kimda haqqi bo'lsa, qiyomatda uni undirmasdan iloji yo'q. Gunohlar ikki xil bo'ladi. Banda bilan Allohning orasidagi gunoh bo'ladi va banda bilan bandani orasidagi gunoh. Alloh bilan bandani orasidagi gunohlar Alloh qil degan narsani qilmasdan yoki qilma degan narsani qilib qo'yishlik. Bandachilik bilan, ojizlik bilan, endi bu hech kim aralasha olmaydigan, faqat Alloh agar mag'firatiga olsa, rahmatiga olsa kechirib yuboradigan narsa. Allohim kechir meni desa, Allohning dargohi keyin kechirib yuborar. Bu Allohning ishi. Lekin banda bilan bandani orasidagi haqqini ado qilmaguncha kechirilmaydi azizlar. Kimnidir molini yeb qo'ydikmi? Hozir firibgarlik yo'li bilan juda mana internetda ko'payib ketyapti, kartadan o'g'irlash ko'payib ketyapti, yolg'on reklama ko'payib ketyapti. Bizga o'xshagan mana shu ko'rinishimni olib turib, sun'iy intellektda shu ovozim bilan harom narsalarni reklama qildirishyapti. Men o'zim hayron qolyapman. Ruscha gapirtirib qo'yishyapti. Ovozim shu, harakatim shu. Endi o'zbekcha qo'yyapti. Bir harom biznesni reklama qildiryapti.
Allohdan qo'rqmayapti. Mendan tashqari yana qancha ahli ilm, ahli fazillarda shunaqa qilishyapti. Bu harom. Firibgarlik qilib, qo'ng'iroq qilib, kartadan pul o'g'irlash harom. Azizlar, mana yoshi kattalar tajribadan ko'rib turibmiz. Kitobda hadislarni mayli o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin birovning haqqini yegan odam bu dunyoda ham xor bo'lmasdan qolmagan. Nechtasini ko'rganmiz. Ha, bu birovning haqqidan hazar qilmagan. Oxiriga voy bo'lganini ko'rganmiz. Alloh saqlasin. Endi ko'pchilikning haqqini yegandan keyin uni qaytarish oson bo'lmaydi. U litrlab urib qoladimi, tarozdan urib qoladimi, urib qolyapti. Uni shunchalikini xalaq qilib qaytaradi qiyomatda. Qiyomatda payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, dinor va tillalar ish bermaydigan kun kelgunga qadar haqqingizni uzib oling dedilar. Haqdor keladi. Mana shundan meni haqqim bor edi, olib ber deydi. Alloh taolo savobidan olib beradi. Shuning uchun birortasida qarzdor bo'lib qolsa ham qiyomatga qo'ydim deyishdan saqlanish kerak. Alloh saqlasin. Hay, agar qiyomatga qo'ydim degan bo'lsa, siz bo'ldi qutuldim demang, endi tutildingiz. Qiyomatdagi yomon. Ana bu narsadan saqlanish kerak. Birovning moli, endi birovning obro'si. Kimnidir g'iybat qilib qo'ydik, kimnidir tuhmat qilib qo'ydik. Shu gapimiz bilan kimnidir obro'sini tushirdik. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. U yaxshidir, yomondir, taqvolidir, betaqvodir, lekin u musulmon. U Alloh bilan orasidagi gunoh o'ziniki. Lekin siz bizga nima kerak? Uni mas'uliyatini bo'ynimizga olib qiyomatda savobimizdan bergani. Kimi g'iybat qilayotgan bo'lsak, bilingki, albatta uni haqqini qiyomatda bizdan oladi. Ana o'shuning uchun mana Rasulimiz alayhissalom o'sha Arofatda turib, sizlarni bir-biringizga qoningiz, molingiz, obro'yingiz harom qilindi, xuddi Makkadagi o'sha harom hudud kabi deganlar. Bu hududni buzmaslik kerak azizlar.